bag'rikenglik nima bu deganda balki uni sizga tushuntirib bera olmasligi mumkin, ammo ko'rsatib berishim mumkin. Qarang. Bir tarafda Rumlarni, ya'ni o'zga din vakillarini maktabi. Bu joyda ham diniy, ham dunyoviy ta'lim olishgan ular. Mana shu katta qizil bino Osmonli imperiyasi vaqtida Rum, ya'ni o'sha xristian din vakillari uchun maxsus qurilgan. Buni yonida mana bu bino va buni yoni esa tasavvufiy dargoh. Bu yerda sufilar zikr qilib, mana shu yerda dargohlari bo'lishgan. Uni yoni masjid. Masjid bilan Rum ibodatxonasi yonma-yon. Orqada esa mana bu tark qilingan eski binoni orqasida Rumlarni katta cherkovi mavjud. Ta 500 yildan beri kunimizgacha faoliyat olib boradi. Endi undan keyin mana bu tarafga qarasak, shu to'g'rimizda turgan Naqshbandiy dargohi. Bu yerda Alloh do'stlari dargoh qilib, shu yerda xalqni irshod qilishgan. Ya'ni bu joy ham ma'naviy joy. Uni ro'parasida shuni ko'rib turamiz. Mana bu joyda Tavki Jofar masjidi 1515-yilda qurilgan. Andalusda, ya'ni Ispaniyada musulmonlar kofirlarning qo'liga tushgan vaqt butunlay surgun qilingan, qirg'in qilingan yoki dinlarini o'zgartirishga majbur bo'lishgan. Bolqonda ham musulmonlar, turklar va bir qancha xalqlar islom dinida bo'lishganligi uchun ko'p joylardan surgun qilingan. Hozir ham kunimizda ko'p davlatlarda zulmlar qilinmoqda. Ammo qarangki, tarixda islom imperiyalari, islom davlatlari bo'lgan joylar, xalifalik Hazrat Umar vaqtlari, Osmoniy imperiyasi, Saljuqiy imperiyasi, Boburiy imperiyasi va boshqa bir qancha bunga misollar tarixda juda ko'p. Ularda xristianlar hozir ko'rib turganimizdek emin-erkin ibodatlarni qilishgan, dinlarini yashashgan.